1 avgustdan yangi qoidalar kuchga kiryapti. Va men bugun aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot bevosita haydovchilarga, tadbirkorlarga, ish beruvchilarga, ota-onalarga, kommunal to'lov qiladigan har bir xonadonga, hujjat ishlari bilan shug'ullanadigan har bir odamga tegishli. Eng muhimi, ko'pchilik yangi tartibni faqat jarima kelgandan keyin yoki ariza qaytgandan keyin bilib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men sizga nimaga tayyor turish kerakligini aniq misollar bilan aytib beraman. Avval qanday edi? Ko'p sohalarda odamlar eski odat bo'yicha ish qilardi. Hujjatni oxirgi kuni topshirish, to'lovni keyinga surish, shartnomani og'zaki kelishuv bilan yuritish, tekshiruv kelmasa bo'ldi deb o'ylash. Telefon raqami yoki manzil o'zgarganini davlat organlariga bildirmaslik. Ba'zi joylarda qog'oz hujjat yetarli bo'lardi. Ba'zi joylarda esa ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan to'liq bog'lanmagani uchun xatoliklar vaqtida ko'rinmasdi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. 1 avgustdan boshlab ko'plab jarayonlarda elektron nazorat kuchayadi. Ma'lumotlar bazalari orqali tekshirish tezlashadi, muddatlarga rioya qilish qattiqroq kuzatiladi. Ayrim imtiyoz va ruxsatnomalar bo'yicha hujjatlar aniqroq talab qilinadi. Men buni shunday tushuntiraman. Oldin ayrim xatolar odamning ko'zidan ham, tizimning ko'zidan ham o'tib ketishi mumkin edi. Endi esa ko'p narsa avtomatik ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni bilan tartibni oshiradi. Yomon tomoni bilan esa beparvo odam tezroq muammoga duch keladi. Bu yerda eng katta xato nima? Odamlar yangi qoidani faqat bitta soha deb o'ylaydi. Aslida 1 avgustdan kuchga kiradigan tartiblar odatda bir nechta yo'nalishga ta'sir qiladi. To'lovlar, hujjatlar, ro'yxatdan o'tish, hisobot, subsidiya, jarima, xizmat ko'rsatish, mehnat munosabatlari va kundalik maishiy masalalar. Shuning uchun men bugun masalani kengroq tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qayerda ehtiyot bo'lish kerak va amalda nima qilish kerak. Birinchi navbatda hujjatlar masalasiga e'tibor berish kerak. 1 avgustdan keyin ko'p tashkilotlarda eskirgan, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar bilan ish bitirish qiyinlashadi. Masalan, sizning pasport ma'lumotingiz yangilangan, lekin bankdagi, soliqdagi yoki kommunal xizmatdagi ma'lumot eski qolgan bo'lsa, ariza berishda muammo chiqishi mumkin. Oldin xodim qo'lda tuzatib qo'yar edi, endi esa tizim mos kelmasa, ariza avtomatik qaytishi mumkin. Real hayotdan misol keltiraman. Bir fuqaro uy-joy bo'yicha subsidiya yoki imtiyozli xizmatga ariza bermoqchi. Uning yashash manzili amalda boshqa joyda, ro'yxatda esa eski manzil turibdi. Oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot ham yangilanmagan. Bunday holatda u odam o'zini haqli deb biladi. Lekin tizimda ma'lumot mos kelmagani uchun ariza rad etilishi mumkin. Keyin u idoradan idoraga yuguradi. Agar u oldindan manzil, oilaviy tarkib, daromad, mulk ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yganida masala ancha tez hal bo'lardi. Ikkinchi muhim yo'nalish to'lov intizomi. Bu kommunal xizmatlar, soliq, ijara, kredit, jarima va boshqa majburiy to'lovlarga tegishli. Avval ba'zi qarzdorliklar uzoq vaqt e'tibordan chetda qolardi yoki odam to'lovni kechiktirib ham xizmatdan foydalanaverardi. Endi elektron bazalar orqali qarzdorlik tezroq ko'rinadi. Masalan, elektr energiyasi, gaz, suv yoki chiqindi xizmati bo'yicha qarz bor bo'lsa, ayrim xizmatlardan foydalanishda cheklov, penya yoki ogohlantirish tezroq kelishi mumkin. Buni oddiy sonlar bilan tushuntiraman. Aytaylik, bir xonadon har oy elektr uchun 2 ming so'm, gaz uchun 1 ming so'm, suv uchun 10 ming so'm to'laydi. Oylik 2 oy to'lovni kechiktirdi. Umumiy qarz 1 million so'mga yaqinlashadi. Oldin odam buni keyin to'layman deb yurardi. Endi esa qarzdorlik tizimda ko'rinib turadi. Ogohlantirish keladi. Ayrim hollarda xizmat ko'rsatishda muammo chiqadi. Eng og'riqli joyi shundaki, odam qarzni bir kunda to'lashga majbur bo'lib qoladi. Oilaviy byudjetga og'ir tushadi. Uchinchi yo'nalish tadbirkorlar va yakka tartibda xizmat ko'rsatuvchilar. Men aynan shu toifadagi odamlar 1 avgustdan keyin eng hushyor bo'lish kerak deb hisoblayman. Chunki savdo qilayotgan, xizmat ko'rsatayotgan, ijaraga joy berayotgan, onlayn savdo qilayotgan yoki buyurtma asosida ishlayotgan odamlar ko'p hollarda hujjatga yetarli e'tibor bermaydi. Kassa cheki, shartnoma, elektron hisob faktura, kirim-chiqim hujjati, xodim bilan mehnat shartnomasi, ijara shartnomasi kabi masalalar keyinga suriladi. Masalan, kichik do'kon egasi kuniga o'rtacha 2 million so'm savdo qiladi. Oyga bu 6 million so'm atrofida aylanma degani. Agar savdoning bir qismi kassadan o'tmasa,
Tizimda tushum boshqa ko'rinadi. Bankdagi pul aylanishi boshqa ko'rinadi. Tovar kirimi esa yana boshqacha bo'ladi. Tekshiruv yoki avtomatik tahlil paytida shu farq savol tug'diradi. Tadbirkor: men bilmasdim, buxgalter aytmagan. Apparat ishlamadi, mijoz chek olmadi deb tushuntirishi mumkin. Lekin amalda javobgarlik baribir tadbirkorning o'zida qoladi. 4-yo'nalish mehnat munosabatlari. Ish beruvchilar ham, ishchilar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Ishchi norasmiy ishlayotgan bo'lsa, bugun maosh olayotgandek ko'rinadi. Lekin ertaga pensiya staji, kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, kompensatsiya, kredit olish, subsidiya olish kabi masalalarda qiynaladi. Ish beruvchi esa norasmiy ishchi ishlatgani uchun jarima, soliq bo'yicha qo'shimcha hisob-kitob yoki mehnat nizosiga duch kelishi mumkin. Bir misol: qurilish ustasi oyiga 5 million so'm maosh oladi, lekin shartnomasi yo'q. U bir yil ishladi. Keyin ish beruvchi bilan kelishmovchilik chiqdi. Usta pulini bermadi deb da'vo qiladi. Ish beruvchi esa u meniki emas, vaqtincha yordam bergan deb aytadi. Hujjat bo'lmasa, haqiqatni isbotlash qiyinlashadi. Yangi tartiblar kuchaygan sari bunday og'zaki kelishuvlar odamni himoya qilmaydi. Men har doim aytaman, mehnat munosabatida eng oddiy shartnoma ham umuman shartnoma yo'qligidan 1000 marta yaxshi. 5-masala: haydovchilar va transport egalari. Iyun avgustdan keyin yo'l harakati, sug'urta, texnik ko'rik, jarimalar va ruxsatnomalar bo'yicha ma'lumotlarni albatta tekshirib qo'yish kerak. Ko'p haydovchilar mashinani boshqaradi, lekin jarima bor yo'qligini oylar davomida tekshirmaydi. Ayrimlar sug'urta muddati tugaganini unutadi. Kimdir avtomobilni ishonchnoma bilan boshqaradi, lekin hujjatlar yangilanganini bilmaydi. Oddiy vaziyat. Haydovchi viloyatdan Toshkentga keladi. Yo'lda radar yoki kamera orqali jarima yozilgan bo'lishi mumkin. U buni bilmaydi. Bir necha oy o'tadi. Jarima ustiga qo'shimcha xarajatlar chiqadi yoki avtomobil bilan bog'liq boshqa xizmatlarda muammo paydo bo'ladi. Agar haydovchi har oy bir marta rasmiy ilovalar yoki xizmatlar orqali jarimalarni tekshirsa, bunday holatga tushmaydi. Men haydovchilarga maslahat beraman. Sug'urta muddati, texnik ko'rik, jarima, avtomobil egasi ma'lumotlari va telefon raqamini alohida tekshiring. Chunki xabar eski raqamga ketayotgan bo'lsa, siz ogohlantirishni ko'rmay qolishingiz mumkin. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi toifa: hujjatlari tartibsiz odamlar, manzili yangilanmagan, pasport ma'lumoti o'zgargan, telefon raqami eski, nikoh yoki ajrim bo'yicha ma'lumotlar tizimda to'g'ri ko'rinmayotgan, mulk hujjatlari oxirigacha rasmiylashtirilmagan odamlar. Ikkinchi toifa: qarzi borlar, kommunal, soliq, kredit, aliment, jarima yoki ijara bo'yicha to'lovlarni kechiktirib yurganlar. Uchinchi toifa: norasmiy ishlayotganlar yoki norasmiy ish ishlatayotganlar. To'rtinchi toifa: kichik biznes egalari, onlayn savdogarlar, uyda xizmat ko'rsatuvchilar. Beshinchi toifa: avtomobil egalari va yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchilar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hujjatlari tartibda bo'lgan, to'lovlarni vaqtida qilayotgan, shartnomalarni rasmiy yuritayotgan, daromadini yashirmayotgan, ishchi bilan mehnat shartnomasi tuzgan, avtomobil hujjatlarini tekshirgan odamlar. Lekin men xotirjam bo'lish boshqa, umuman tekshirmaslik boshqa deb aytaman. Hamma narsa joyida deb o'ylagan odam ham kamida bir marta rasmiy ma'lumotlarni ko'rib chiqish kerak. Chunki xato faqat odamdan emas, tizimdan ham chiqishi mumkin. Ism noto'g'ri yozilgan, manzil eski qolgan, to'lov noto'g'ri hisobga tushgan, qarzdorlik ko'pilmagan ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Har qanday yangi qoida bo'yicha istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim tartiblar hamma hududda bir vaqtda emas, bosqichma-bosqich joriy qilinishi mumkin. Ayrim talablar faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga, masalan tadbirkorlarga, davlat xizmatidan foydalanuvchilarga, transport bilan shug'ullanuvchilarga yoki subsidiya oluvchilarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar ijtimoiy tarmoqdagi bitta gapni eshitib vahimaga tushmasligi kerak. Men har doim rasmiy manbani tekshirishni maslahat beraman. Birinchi, yashirin xavf eski ma'lumot. Siz hujjatlaringiz to'g'ri deb o'ylaysiz, lekin ba'zida boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, familiya o'zgargan, nikohdan keyin hujjat yangilangan, lekin bankda eski familiya turibdi. Yoki uy sotilgan, lekin kommunal hisob eski egasi nomida qolgan. Keyin yangi egasi to'lov qilgan bo'lsa ham, tizimda kimning qarzi ekanini aniqlash qiyinlashadi. Bunday holatda vaqt ketadi, asab ketadi. Ba'zan esa qo'shimcha hujjati talab qilinadi. Ikkinchi xavf og'zaki kelishuv.
ijara berishda ham, ishga olishda ham, sheriklikda ham odamlar ko'pincha tanish bilishchilikka ishonadi. Bugun munosabat yaxshi bo'lsa, hammasi tinch. Ertaga nizo chiqsa, faqat hujjat qapiradi. Masalan, siz xonadoningizni o'yiga 3 million so'mga ijaraga berdingiz, lekin shartnoma yo'q. Ijarachi 2 oy pul bermadi, kommunal to'lovlarni ham qoldirdi. Siz uni chiqarib yubormoqchisiz. U esa men pul berganman deb turib oladi. Bunday vaziyatda aniq shartnoma, to'lov kvitansiyasi va dalolatnoma bo'lmasa ish cho'ziladi. 3-xavf 3-shaxs nomidagi hujjatlar, telefon raqami boshqa odam nomida, avtomobil boshqa odam nomida, do'kon ijarasi qarindosh nomida, bank kartasi yaqin inson nomida ishlatiladi. Ko'pchilik buni oddiy hol deb biladi. Lekin elektron nazorat kuchayganda daromad, to'lov, jarima yoki qarzdorlik kimga tegishli ekani muhim bo'lib qoladi. Masalan, onlayn savdo tushumi doim boshqa odam kartasiga tushsa, keyin savol tug'ilishi mumkin. Bu pul kimning daromadi, kim soliq to'lashi kerak, kim javob beradi? 4-xavf, muddat. Ko'p qoidalarda eng asosiy narsa mazmun emas, muddat bo'ladi. Arizani 10 kun ichida berish kerak, to'lovni oy oxirigacha yopish kerak. E'tirozni 15 kun ichida yuborish kerak. Xodimni ishga olganda shartnomani vaqtida rasmiylashtirish kerak. Odam bir kun kechiksa ham tizim buni kechikish deb ko'radi. Shuning uchun men muddatlarni telefon kalendariga yozib qo'yishni tavsiya qilaman. Ayniqsa tadbirkorlar uchun bu juda muhim. 5-nozik shart xabarnomani ko'rmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ba'zi odamlar menga telefonimga xabar kelmadi, men bilmadim, ilovaga kirmadim deydi. Lekin ko'p holatda rasmiy tizimda xabar yuborilgan bo'lsa yoki ma'lumot e'lon qilingan bo'lsa, odamning bilmasligi uni muammodan to'liq qutqarmaydi. Shuning uchun telefon raqamingiz, elektron pochtangiz, shaxsiy kabinetingiz, bank ilovangiz va rasmiy davlat xizmatlaridagi profaylingizni tekshirib turing. Endi eng kerakli qismga o'taman. Nima qilish kerak? Men tomoshabinlarga oddiy, aniq va bajarish mumkin bo'lgan harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam: shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, oilaviy holat, farzandlar haqidagi ma'lumot, mulk egaligi bo'yicha yozuvlar to'g'riligini ko'rib chiqing. Buning uchun davlat xizmatlari portali, tegishli mobil ilovalar yoki mahalliy davlat xizmatlari markazidan foydalanish mumkin. Agar xato topsangiz, xatoni og'zaki aytib qo'ymang, yozma ariza bering va ariza raqamini saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam: qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal xizmatlar bo'yicha alohida qarang. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, keyin soliq, jarima, aliment, kredit, ijara yoki boshqa majburiy to'lovlar bor yo'qligini tekshiring. Agar qarz katta bo'lsa, birdan yopishga imkoningiz bo'lmasa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga bo'lib to'lash, aniqlashtirish yoki qayta hisob-kitob qilish imkoniyatini so'rang. Eng yomon yo'l umuman indamay yurish. Chunki indamasangiz tizim sizni mas'uliyatsiz to'lovchi deb ko'radi. 3-qadam: barcha to'lov kvitansiyalarini saqlang. Endi faqat qog'oz chek emas, elektron chek ham muhim. Bank ilovasidagi to'lov tarixi, SMS, elektron kvitansiya, shartnoma raqami, hisob raqamiga o'tkazma ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman. Telefoningizda alohida papka oching, muhim to'lovlarni skrinshot qiling yoki PDF shaklida saqlang. Ayniqsa ijara, katta xarid, ta'mirlash, qurilish, o'qish to'lovi, tibbiy xizmat va biznes xarajatlari bo'yicha hujjatlarni yo'qotmang. 4-qadam: tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteriya va kassa intizomini tartibga keltiring. Kassa apparati ishlayaptimi, chek chiqyaptimi? Bank aylanmasi bilan real savdo mavsumi, tovar kirimi hujjat bilan tasdiqlanganmi? Ijara shartnomasi bormi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Soliq hisobotlari vaqtida topshirilyaptimi? Bularni bir kunda tekshirib chiqish qiyin emas. Lekin tekshirmasangiz, keyin bitta xato katta jarimaga sabab bo'lishi mumkin. 5-qadam: ish yoki ish beruvchi bo'lsangiz, mehnat shartnomasini tekshiring. Ish haqi qancha ko'rsatilgan, ish vaqti qanday, lavozim nima, ta'til, sinov muddati, bonus, jarima, moddiy javobgarlik shartlari yozilganmi? Ishchi sifatida siz maoshingiz rasmiy ko'rsatilishini talab qilishga haqlisiz. Ish beruvchi sifatida esa har bir xodimni hujjatsiz ishlatish ertaga sizga qimmatga tushishini tushunishingiz kerak. 6-qadam: haydovchi bo'lsangiz, avtomobil hujjatlarini tekshiring. Sug'urta muddati, texnik ko'rik, jarimalar, avtomobil egasi ma'lumoti, ishonchnoma yoki foydalanish huquqi, yo'lovchi yoki yuk tashish bilan shug'ullansangiz tegishli ruxsatnomalar. Agar jarima bor bo'lsa, uni vaqtida to'lang yoki rozi bo'lmasangiz belgilangan tartibda e'tiroz yuboring.
E'tirozni ham vaqtida yuborish kerak. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin haqligingizni isbotlash ancha qiyinlashadi. 7-qadam ijaraga beruvchi yoki ijarachi bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada manzil, ijara narxi, to'lov kuni, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit bormi yo'qmi, uy holati, mebel va texnika ro'yxati, muddatidan oldin chiqish sharti. Zarar yetkazilsa kim javob berishi aniq yozilsin. Bu ikki tomonni ham himoya qiladi. Odamlar shartnomani faqat davlat uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida shartnoma birinchi navbatda nizoni oldini olish uchun kerak. 8-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar tez tarqaladi. Lekin hammasi ham to'liq yoki to'g'ri bo'lavermaydi. Men har safar qaror, farmon, vazirlik xabari yoki davlat xizmatlari ma'lumotini tekshirishni maslahat beraman. Agar matnni tushunmasangiz, mutaxassisga murojaat qiling. Lekin tasdiqlanmagan gap asosida pul to'lash, hujjat topshirish yoki vahimaga tushish kerak emas. 9-qadam ariza yozishni o'rganing. Ko'p muammo shundan chiqadi. Odam og'zaki murojaat qiladi, lekin yozma iz qoldirmaydi. Agar sizda qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, arizaga shunday yozing. Men falon hisob raqam bo'yicha falon davr uchun hisoblangan qarzdorlikni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. To'lov kvitantsiyalari ilova qilinadi. Agar ma'lumot xato bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlarimni rasmiy hujjatlar asosida tuzatishni so'rayman deb yozing. Arizaning qabul qilingan raqamini oling. Bu keyingi bosqichda juda kerak bo'ladi. 10-qadam oilada bitta mas'ul odam belgilang. Har bir xonadonda kimdir kommunal to'lovlarni, kimdir kreditni, kimdir hujjatlarni kuzatishi kerak. Agar hamma bir-biriga ishonib yursa, oxirida hech kim tekshirmagan bo'lib chiqadi. Men amalda ko'p ko'rganman, ota to'ladim deb o'ylaydi. Farzand boshqa hisobga to'lab yuborgan bo'ladi. Ona esa ogohlantirish kelganini ko'rmagan bo'ladi. Shuning uchun oyiga bir marta oilaviy moliyaviy tekshiruv qilish foydali. Qarz bormi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Sug'urta, pasport, shartnoma to'lovlar joyidami? Yana bir muhim maslahat. Hech qachon vositachiga ko'r-ko'rona pul bermang. Yangi qoidalar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga jarimani o'chirib beraman, subsidiya chiqarib beraman, qarzni yopib beraman, hujjatni tezlashtirib beraman deb va'da qiladi. Rasmiy to'lov faqat rasmiy hisob raqamga qilinadi. Agar kimdir shaxsiy kartaga pul tashlang desa, ehtiyot bo'ling. Hujjat ishlarida shaffof yo'l eng xavfsiz yo'l. Agar sizda hozir muammo bor bo'lsa, masalan, qarz noto'g'ri hisoblangan, jarima asossiz deb o'ylaysiz, arizangiz rad etilgan yoki tizimda ma'lumot xato chiqayotgan bo'lsa, birinchi ish hissiyotga berilmaslik. Dalil yig'ing, hujjat nusxasi, kvitansiya, skrinshot, shartnoma, yozishma, ariza raqami. Keyin tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki belgilangan tartibda sudga murojaat qilish mumkin. Lekin dalilsiz faqat gap bilan yurish natija bermaydi. Men yana shuni alohida aytaman, yangi qoidalar hammaga bir xil darajada xavf degani emas. Tartibli odam uchun bu jarayon ko'pincha qo'rqinchli emas. Aksincha, hujjati to'g'ri, to'lovi aniq, shartnomasi bor odamning ishi tezroq yurishi mumkin. Muammo asosan beparvolik, eskicha odat, og'zaki kelishuv va muddatni o'tkazib yuborishdan chiqadi. Shuning uchun 1000 avgustga tayyorgarlik degani vahima qilish emas, o'z ishlaringizni tartibga solish degani. Xulosa qilib aytsam, 1000 avgustdan keyingi eng katta talab bitta. Hamma narsani hujjat bilan, vaqtida va rasmiy yo'l bilan qilish. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklarni aniqlang, to'lovlarni saqlang, shartnomalarni rasmiylashtiring, avtomobil va biznes hujjatlarini tartibga keltiring. Rasmiy manbalarni kuzating. Shunda yangi qoidalar siz uchun kutilmagan zarba bo'lmaydi. Sizningcha 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi tartiblar oddiy odamlar hayotini yengillashtiradimi yoki aksincha ko'proq qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.